O'zbekiston xalq artisti Erkin aka Komilov ovozlarini hozir harakat qilamiz. Tasavvurlar shu sahnada ustozimizni o'shatishga harakat qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Şu tomonga chiroq qo'ymabsizlar-da. Ana, bo'lardi. Biz kelgan chiroqlarni yoqib qo'ying. Qolmaydi. Ben tiyatroda senaryo kitap okuyup otursam telefon oldu. Arıyor insanlar, Sayyidaxon degan kızımız var. Bana şagirdim Nurbek, kursdaşı. Şu kız telefon qildi. Nima gap Sayyidaxon desam, şu 4 mart kuni şu tumanimizda bir fidoi insonlar kelishadi, ustoz. Siz ham bir keling. Deyishadi, men uyalmasdan, qo'rqmasdan keldim. To'g'rimi? Umringlar uzoq bo'lsin, hech qachon dard ko'rmanglar. Shoir aytadiki, yashasang dunyoni to'ldirib yasha. G'am-u anduhlarni o'ldirib yasha. İnson dunyoga kelar bir marta. İnsonlik nomini bildirib yasha. Har birimiz qaysi sohadan qat'iy nazar shu yurt uchun, shu xalq uchun to'g'rimi? Borligimizni bildirib yashaylik. Qanaqa inson bo'lishdan qat'iy nazar vatan uchun, yurt uchun, xalqqa xizmat qilayotgan insonlar uchun doimo biz xizmatga tayyormiz.